Bungi intervyuda men beradigan savollar ichida agar aynan hozirgi bermoqchi bo'lgan savolim bo'lmasa, bu mavzuga to'xtalmasam, men xohlamagan emas, kimdir xohlamagani uchun berilmagan bu savol yoki bo'lmasa bu intervyuni xatosi sifatida ko'radiganlar ham yo'q. Xalq ikkiga bo'linib qoldi, sizlarning mojarolardan kelib chiqib, ya'ni Botir Qodirov va Shohjahon Jo'rayev mavzusi tugadimi, to'xtadimi, hal bo'ldimi? Bu savolni berishga majburman men. Hozir men beradigan javob kesilmaydimi? Boshida biz ogohlantirgan videomiz ham turadi mana shu video ichida. Xo'p, bo'lmasam akama maydalashib o'tirmaydi. Botir Qodirovni men mana shu ochiq maydonga suhbatga taklif qilaman. Xalqning qoshida kelib, duxu yetsa, kesinda mana men bilan suhbat qilsin. Men madaniy suhbatga chaqiryapman. Hech kim uni urib o'tirmaydi. Agar sizlar ruxsat bersanglar, mana shu sizlarni ko'rsatuvinglarda intervyuda kelsin. Mana men bilan ochiq, xalqqa ochiq holatda suhbat qilamiz. Menga shu yonimda ko'zimga qarab javob bersa, meni qo'limdagi dalillarga. Kim haq, kim nohaqligini men ochib beradigan dalillarim juda ham ko'p. Agar uni ekranga qo'yish iloji bo'lsa, men hammasini berishim mumkin ularga. Men yana bir marta aytyapman, madaniy suhbatga chaqiraman. Mana hamma dalilim qo'limda bor. Xalqning oldida mana ikkalamiz suhbat qilamiz. Primoy efir qilamiz kerak bo'lsa. Yozib olib emas. Primoy efir qilamiz, kesmasdan shunday xalq oldida javob beramiz. Bu javobda menga bitta narsa ma'qul keldi. Menimcha tomoshabinlardan izohda yozib qoldirishadi. Botir Qodirov tashrif buyurib, madaniy suhbat bo'lganligi uchun biz jamoamiz bilan qarshiligimiz yo'q. Marhamat.